Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulini puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qavurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dumbangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Qaching? Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qolibmiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firullah. Bugun seni kuning sen kelar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning sen kelar. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni Rani Brannervoronni qilib olganman. Nimalar bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antalya, Alanya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antalyaga borib so'yib, shariklaridan olib. Ko'rsatay masakansiz. Bitta zo'r chiqadi lekin. Mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. O'zingni unaqang yo'q bola? Mana qildim. Mayli, iftorlik kamlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina aniq qitir qizim. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib turlaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Hali uni aniq qilmadilaringmi? Siz uni bizga anavni qilmadingiz-ku? Men uni aniq qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib aniq qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida aniq qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina aniq qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Sizlar anavni qo'ylaydilar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin anov oluvdingiz, anov qiling endi, anov bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anov qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anov qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Bor bor. Ya bermayman. Ber. Bor bermayman. Astag'firullah. Janang qursin. Salom. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarning obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon. Sasiyonani qutqargani ketyapman. Jumon bo'ldi. Toshmana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasa o'ldiradi, bor yo'q.
Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigatinmi? narsa bilmayman. Qachon tirildi? Kinoku bu, ishonaverasan, Yo, uning nima bo'lgani kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga, Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Hammani ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, musur paketi ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Joduni ko'rdingmi? Nur. Men baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, mani Robinsonni ko'rib orolga ketdi bolang. Ay, boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam Mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu ona nimaga o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bo'lam. Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanicni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga? O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanicni ko'rsatolmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanicni ko'rsatolmayman bolam. Bitta ko'raylik. Yo, uni ko'rsatolmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik dema.